basseynni atrofi o'ralgan aka-ukalar. Aylanasiga tog'ni o'rtasida mana shunaqa dam oladigan joyimizni ko'rsatyapman. Tiri miltiqlar olib kelib qo'yishadi, tayyor qo'ylar olib kelib qo'yishadi. Xudo shashliklarni pishirib, dimlama deysizmi, osh deysizmi, 30 kishi, 40 kishi bo'lib kelamiz deganlarga katta so'rilari ham bor ekan. Mana bu hovuzimizda hozir forel baliqlarimiz bor ekan. Bu joyimizni adresini aytadigan bo'lsam, assalomu alaykum Alimov TV'ni podpischilari, sizlarga bugun mazza qilib dam oladigan joylardan ko'rsataman. Qirg'izistonga borib qayerlarda dam olsak bo'ladi, yaqinroq joylardan ko'rsatib ekan, mazza qilib dam olib kelaylik degan aka-ukalarimizga hozir juda ham bir chiroyli joyni ko'rsatyapman. Birinchi o'chirda mana bu manzarani qaranglarda, tog'larning o'rtasida shunaqa bog' bo'lgan joyimizni ko'rsatyapman. Bu joyimizda aka-ukalar aynan sizlar xohlagandaqa miyalaringiz dam oladigan tinch joylarda mana bu manzaralar, bularni o'zi уже tabiiysini topish ham qiyin bo'lib qoldi. Kinolarga olishsa ham hali o'zlari yasab turib olishyapti. Tabiiy shunaqa joylar topib qo'ydim sizlarga. Bu joyimizda aka-ukalar forel baliqlarimiz bor, qo'zi grill deysizmi, tandirda pishirib beradigan baliqlarimiz, xullas juda ham ko'p xizmatlari bor ekanda. Birinchi o'chirda mazza qilib dam oladigan mana bunaqa bog'lari bor va soyni bo'yida akalar. Mana bu hovuzimizda hozir forel baliqlarimiz bor ekan. Baliqlarni mazza qilib yotib olib, so'rilarda yotib olib yeyman degan aka-ukalarimizga forel baliqlarimiz ham bor. Naryoqda soy, Aravon soyimiz ko'rinib turibdi. Soylarimiz ham bor. Endi bu yoqqa qarab yurishni boshlasak aka-ukalar, bu yoq tarafimizda basseynlari bor ekan, juda ham bir ko'p so'rilari bor ekan. Yana keyin bog'imiz ham kichkina bog' emas ekan, juda ham katta bog' ekan. Sekin shashmasdan sizlarga xudo xolasa ko'rsataman. Men bilan birga bo'lib tursanglar, xudo xolasa sizlar ham anchadan beri zerikkan bo'lsanglar kerak, mana shunaqa joylarni ko'rib, bir havas qilib ko'rib o'tirganlarga bittadan podpiska bosib ketinglar deb qo'yaman. Aka-ukalar, so'rilarni ko'rib turibmiz, so'rilarni qo'yishib qo'ygan. Mana bu bog'larimiz juda ham salqin joyda. Bu yerda o'riklari ham zo'r meva qilibdi akalar. Bu yil o'zi o'rik yaxshi bo'lmadi. Mana g'o'ralarni ko'ryapsizlarmi? Mashalloh. Ketdik endi. So'rilarni qo'yishib qo'yibdi, oralari uzoq, 30 kishi, 40 kishi bo'lib kelamiz deganlarga katta so'rilari ham bor ekan. Bu tarafdagi bog'larni ko'rib turibmiz. Bog'lari juda ham katta, ishlariga kirib, bemalol bahridilingiz ochilib, mazza qilib o'tiradigan joylarni sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Xo'p, bu tarafdagi so'rilarni ham ko'ryapmiz. Sharoit yaxshi, internetingiz ishlaydi, antenna chiqadigan joyda akalar. Bu tarafidagi katta so'rilarni ko'rib turibmiz, ko'rsatib qo'ying operator. Ana shu katta so'rilarda sinfdoshlaringiz bilan bir 30 ta, 40 ta bo'lib kelib o'tirib ketsanglar ham bo'ladi va bu yerda yotib qolgani ham sharoitlari bor. Yotib qolsanglar ham bo'laveradi. Kelib, hali bir kunda kelib qaytib ketsak, hali to'ymayapmiz dam olgan deydiganlarga 2 kun, 3 kun mana shu yerda bemalol yashab, dam olib ketsanglar ham bo'laveradigan holatda. Yuringda shu so'risini ham bir qator ko'rsatib o'taylik. Qushlarni sayrayotgani eshitilyaptimi akalar? Qushlarni sayrashlari. Mana bu joyda bemalol katta so'rida ko'pchilik bo'lib kelib olib, mana shu so'rida o'tirsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerga shashlik ko'ralarni qo'yib olib, shashliklarni pishirib, dimlama deysizmi, osh deysizmi, xohlagan ovqatinglarni qilsanglar ham bo'lar ekan. Mana bu pardalarni xohlasanglar tushirib olinglar, xohlasanglar mashinada tursin. Eng qizig'i bu yerda birovga mishet qilmaydi. Umuman qulog'ingiz tinch, mazza qilib dam oladigan joylari. Odam o'zi bora shunaqa dam olgisi kelib qolar ekanda. Обязательно dam olgani Shveysariyaga, Dubayga, boshqa yoqlarga katta pul sarflash borish ham shart emas. Akalar, soyni bo'yida cho'milaman degan aka-ukalarimiz ham mana bu yerga o'zi shashlik ko'ralarni ham qo'yishib qo'yibdi. Mana soyimiz ko'rinyaptimi operator? Soyimizda muzdek suvlarimiz oqib turibdi. Soyda cho'miling deb taklif qilmayapman. Prosta suvni bo'yida o'zi boshqacha dam oladi odam. Soyda cho'milmaysiz, bu yerda basseynlargacha qilib qo'yishdi ukalarimiz. Basseynlarga hozir уже suvni to'ldirishni boshladi. Ertaga siz dam olishga chiqquningizgacha suvlarini to'ldirib chiroyli qilib qo'yishadi xudo xolasa. Qisqasi nima sharoit desanglar, hamma sharoit qilishib qo'ygan. Hozir men taklif berdim, buni bu yerga xudo xolasa sizlar kelgunlargacha tiri miltiqlar olib kelib qo'yishadi, tayyor qo'ylar olib kelib qo'yishadi. Xudo xolasa qo'y ham istamay qo'yaveringlar. Ekranga mana bu joyda ishlatadigan administratorlar nomerlarini qo'yib ketaman. Ana shu nomerga telefon qilib, qo'y bormidi, yo'qmidi bilib kelsanglar ham bo'laveradi. Qo'ylarni ham olib kelib qo'yishadi. Mana shu joyda o'zidan qo'yni sotib olib, tayyor mana shu joyda o'zida so'yib yesanglar ham bo'laveradigan joylarni ko'rsatib o'tyapman akalar.
Bu tarafdagi so'rilarni ham bir qator ko'rsatib qo'ying. Bu taraflarimiz ham tog'da. Aylanasiga tog'ni o'rtasida mana shunaqa dam oladigan joyimizni ko'rsatyapman. Mana bu tarafimizda basseynimiz bor. Aytib o'tganimdek, basseynga ham suvlar to'ldirishyapti. Basseynning atrofi o'ralgan aka-ukalar. Ya'ni tashqaridagilar sizni cho'milayotganingizni ko'rmaydi. Mana akalar basseynlarni to'ldirishyapti. Toza mana shu soyning suvidan basseynlarimiz to'lyapti. Basseynlarda ham cho'milib bemalol yonboshiga dushovoylarni qilib qo'ygan. Xullas, tozalikka hamma yoqqa yaxshi e'tibor berishibdi. Bu joyimizni adresini aytadigan bo'lsam, adresimiz Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Aravon rayonida. Aravon rayoni endi ko'proq bizni O'zbekistondan kuzatishayotgan bo'lsa, marhamatdagi chegarani bilamiz, Qorabog'is chegarasi. Ana shu chegaradan o'tib kelib, где-то bir 10 kilometr yursak, Aravon rayonining sentriga yetib kelamiz. Ana shu joydan где-то yana bir 15 kilometrcha ichkariga kiriladi. Mana bu joylarga, mana bu manzaraga yetib kelgan. Akalar, iloji boricha mana bu ekranlarda nomerlarni qoldirib ketyapman. Ana shu nomerga zvonit qilsanglar yoki bo'lmasa WhatsAppdan yozsanglar, lokatsiya tashab beradi. Adreslarini opisaniyada yozib qoldirib ketyapman. Aravonli aka-ukalarimizga yana ham to'liqroq tushunishlik uchun Aravonda Mang'itni bilamiz, Mang'it tevasida Dangini yo'li bor. Ana shu Dangiga ketayotganimizda so'nggi Mang'it aylo'kmetini bilamiz. O'shani zdaniyasidan so'lga burilib kelayotganimizda transformator bor. To'g'ri kirib kelaveramiz, transformatorning yonidan yana chapga yurib kelgan yo'limizda bo'lib qoladi. Akalar, nima deyman endi, maza qilib kelib, oila a'zolarilar bilan, sinfdoshlar bilan, qarindosh urug'lar bilan kelib, mana shu joylarimizda maza qilib dam olib ketishlarini men taklif qilib qolardim. Videomiz ozgina bo'lsa ham sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan layklarni bosib, podpiskalarni mixlab yuboramiz akalar. Rahmat.